Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz a'zolari va sayohat ishqibozlari. Mana bugun biz Vodiy Peravalida tog'ni cho'qqisiga chiqib olganmiz. Chorva hayvonlaridan xabar olib, bir piknik qilib, oilaviy dam olgani chiqqanmiz. Mana ushbu go'zallikni sizlarga ham barham ko'rish niyatida ozgina qisqa video qilaman. Mana Vodiy Peravali. Juda ajoyib manzara. Kelib dam olishni tavsiya qilaman. Shunda 4 ta ulfat yo oila, shunda ikkita ko'rpachangizni, bir qo'rangizni ko'tarib kelib, chiroyli o'zingiz dam olib ketsangiz ham sharoit bor. Nima deydi? Maxsus chiroyli dachalar ham bor. Faqat bitta narsa, bu yer o'rmon xo'jalik, Ohangaron o'rmon xo'jalik hududiga qarashli bo'lib, o't yoqish, o'zidan keyin axlat qoldirish, o'zini shunaqa 5-6 ta talablari, o'sha talablarni bajarish kerak. Aks holda o'rmon qorovullari tomonidan jarima solinish ehtimoli juda katta.